Mana manzarani qaranglar. Madovat springlar oldiga boramiz. Hozirgi paytda bu obyektimizda johor ekilgan. Silus uchun yomg'irlatib sug'orish tizimlari bilan ular hozir chiqarishyapti. Mana bu yog'i ham уже ekilgan, naryoqda yangi ekilgan. Hali ham o'sib qolgan, ko'rib turganlaringizdek. Xullas, shu Samarqanddagi Pastdarg'ondagi obyektim kelganmiz o'rtoqlar. Bu yerdagi ishlar bilan yana ham tanishib, qanaqa natijalar bo'ldi, nimalar bo'ldi, yer egalari bilan hozir maslahat qilib, ulardan nima deydi, живой отзывlarni ko'ramiz. O'rtoqlar, xudo xolasa videolarni joylaymiz. Hozir mana 1 2 3 4 5 ta yo'qdan. Mana 1 2 3 4 5 6 ta. 5 taga 6 ta xullas springlerlar bir vaqt o'zib. Hozir mana ham aylanib sepib kelyapti. Deylik o'rtadagi masofamiz 30 metrga yaqin. Hozir shuni bir-birini qanchalik yopadi men sizlarga ko'rsataman. Telefon qanaqa yetkazyapti. Buni sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. O'zim ham. Shuni tashlashadi, mana tepushkamiz. Hozir mana kelyapti. O'rtacha 5 metr yetmaydi. Mana mashinaga sug'orish kerak, o'shanda zo'r sug'oriladi. Dala xudo xolasa hamma joy mana o'rtada ham zaxlab ketdi, hamma joy bir xilda.